Birov sizning oldingizdan to'sish uchun, sizning inovatingizni tushirish uchun, jamiyatdagi o'rningizni yo'q qilish uchun har xil suiqasdlarni, har xil rezil planlarni qilsin. Kaşki ular ana shu yomon ishini Alloh uchun tashlagan bo'lsa, u Alloh uchun tashlagan ishidan keladigan huzurni bir tetigan bo'lsa, u yomon ishni qilgandagi huzurning huzur emasligini his qilgan bo'ladi. Buna o'tkazganligi tufayli saroydagi xonishni tilanchi qilgan, Allohga bo'lgan itoat tufayli bir qo'lni podshoh qilgan Alloh pakdir. Yusuf aleyhisselamның qissasi Qur'on-i Karimda ahsanal qasas. Qissalarning eng go'zali deb bayon qilinadi. Chunki bu qissada peshimiz kelgan qiyinchilikqa sabr qilgandan keyin, Allohning arg'amchisiga chin islangandan keyin, u qiyinchilikning osonchilikqa aylanganligi, xorlangan kishining Allohning irodasi bilan azizlikka erishadiganligi, xabarsiz uzun yil ayrilganlarning sabr qilgandan keyin qaytadan jam bo'lganligi, uzun yil kasal tortganlarning oxiri shifo topadiganligi, bugun kunimizdagi o'xshash yoshlarning beshiga duch keladigan iffat imtihonlari va undan o'tganlarning erishadigan buyuk mukofotlari bayon qilinadi. Shuning uchun bu qissa bizlarga o'xshash hijron va firoq azobida azoblanayotganlarga umid bersa, shundaqla yana bizga o'xshash zulm uchirganlarga bishorat beradi. Shundaqla bugun kunimizdagi yoshlar duch kelayotgan iffat imtihonidan sabr qilib o'talganlar saqlab turgan buyuk mukofotni bizga xabar beradi. Shuning uchun Yusuf alayhissalomning qissasi intayin go'zal qissa. Uningda biz erishga tegishli nurg'ulgan darslar va ibratlar bor. Yaqub alayhissalomning 12 o'g'li bo'lib, Yusuf alayhissalom ularning ichidagi eng vafodori, shundaqla eng go'zali edi. Yusuf alayhissalomning chiroyining go'zalligi tillada daston edi. Yaqub alayhissalom boshqa bolalarga qaraganda Yusuf alayhissalomga bakrak ahamiyat berdi, uningga bakrak amroq edi. Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomga bo'lgan muhabbati boshqa qarindoshlarining hasdini qo'zg'aydi. Hasad dasturida kichikgina cho'qqa o'xshash paydo bo'ladi. U o'chirilmasa, keyin texmi cho'ng'iydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshining qalbidagi hasad ana shu cho'q vaqtida o'chirilmagachga, Yusuf alayhissalomga bo'lgan hasad kundan kunga oviydi. Oxiri ular biz Yusuf alayhissalomni dadimizdan ayirib o'taylik, uni o'ldirib o'taylik. O'shunda qilsak, ondan keyin dadimiz bizga ahamiyat beradi. U Yusufga bergan amroqligini, muhabbatini bizga beradi degan bu rezil suiqasdni planlaydi. Ular bir kuni dada, Yusufni bizga qo'shab qo'ysang, uni bilan birga o'ynab kelsak deydi. Yaqub alayhissalom bo'lsa, men ansirab qolaman. Sizlar undan bexabar qilib, uni bo'riyib ketishi mumkin deydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Yusuf alayhissalomni qandoq betaraf qilish, dadasiga qandoq bahona ko'rsatish haqida o'ylanayotgan edi. Dadasining uni bo'riyib ketishidan ansirayman degan gapini anglagandan keyin, Yusufni opirib quduqqa tashlab etsak, ondan keyin uning ko'yniga qonga melib akilib bo'riyib ketdi desak bo'ldi ekan-ku degan bu aqlni Yaqub alayhissalomning so'zidan oladi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari unima Yaqub alayhissalomga yolvorishga boshlaydi. Ey dada, biz 11 odam turib, o'sha Yusufni bo'riga yem qilamdik. Sen xotirjam bo'l. Biz o'ynab, kulib, ondan keyin qaytib kelamiz deb oxiri Yaqub alayhissalomni qoyil qiladi. Yaqub alayhissalom ko'ngli o'nmagan holda ballarning yolvorib turilishi bilan Yusuf alayhissalomni uloq qo'shib qo'ydi. Qarindoshlari Yusuf alayhissalomni orasiga kelib, cho'llikka elib chiqib ketadi. Va plani bo'yicha Yusuf alayhissalomni u cho'ldagi bir quduqning qishiga opirib, quduqqa tashlab etadi. Ondan keyin Yusuf alayhissalomning ko'ngligini qonga milib, Yaqub alayhissalomning qishiga yig'ilgan holda keladi. Ey dada, Yusufni bo'riyib ketdi. Sen to'g'ri deb ekansan deydi. Yaqub alayhissalom bu xabarni anglagandan keyin yuragi param-parcha bo'ladi. Chunki Yaqub alayhissalom uchun Yusuf alayhissalom ana shundoq suyumlik edi. Shundaqla Yaqub alayhissalom buning bir rezil suiqasd ekanligini, o'g'li Yusuf alayhissalomning hayot ekanligini qalbi sezib turadi. Shundaqdimi o'g'illarining hammasi mana bu suiqasdni planlaganligi uchun fasxabrun jamil, men sabr qilaman, o'zimni Allohga topshiraman deb Allohga duo qiladi va sabr qiladi. Bu Yaqub alayhissalom kelgan Alloh taolaning tunji imtihoni edi. Alloh taolo bizni ana shundoq biz eng yaxshi ko'rgan narsalar orqali imtihon qiladi. Bu sababdan Yaqub alayhissalomni Yaqub alayhissalom eng yaxshi ko'radigan o'g'li orqali imtihon qildi. Yaqub alayhissalom bo'lsa, ana shundoq suyumlik o'g'lidan imtihon qilingan bo'lsa-mu, buning qarta Allohga isyon qilmadi. Men Allohning payg'ambari tursam, nima uchun mendan eng suyumlik narsamni olasan ey Alloh deb Allohga isyon qilmasdan fasabrun jamil, men sabr qilaman deb bardoshlik sabr yo'lini tanladi. Yusuf alayhissalom bo'lsa, qorong'u quduqning ichida bor edi. Yusuf alayhissalom u odam o'tmaydigan quduqning ichida nihoyat qo'rqdi. Bir oz vaqt o'tgandan keyin Misrga mangan karvon suv elib olish uchun suvchisini quduqqa suv akilishga avatadi. Suvchi quduqning qishiga kelib, quduqning ichida bir balning baliqni ko'radi. U nihoyat yuqori ovozda: "Ya bushra hada gulam." Xo'sh xabar, bu yerda bir bola bor ekan deydi. Chunki u davrda igichaqsiz bir bola
boylikning o'rnida edi. Uni qul qilib pullarga sotadi. Karvonda kishilar yugurishgunicha quduqning qashig'iga keladi. Qarg'udak bo'lsa, oydek go'zal, nihoyat chiroyli bir bola. Ular bu bolani qutqizib olib Misrga olib borib, qul bozorida sotayli deb plan qilishadi. Va Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarib oladi va karvon bilan birga Yusuf alayhissalom Misrga qarab yo'l oladi. Ular Misrga yetib kelgandan keyin Yusuf alayhissalomni qul bozoriga akiradi. Bu vaqtda Misr podshohining bosh ministri, ya'ni Azizning askarlari qul sotib olish uchun bozorga chiqqan edi. U askarlarning ko'zi Yusuf alayhissalomga tushib qoladi va uni setib olib saroyga akirib ketadi. O'ylab baqadigan bo'lsak, Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uningdan qutulish uchun, uni dadasidan ayrilish uchun uni quduqqa tashladi. Lekin Allohning irodasi uni quduqqa qo'ymadi. Ular quduqqa tashlayotdiq deb o'yladi. Alloh Yusufni saroyga tashladi. Demak, Alloh aziz qilgan, Alloh sevimli qilgan kishini hech kim xorlayamaydi. Birov sizning oldingizda to'sish uchun, sizning inovatingizni tushirish uchun, jamiyatdagi o'rningizni yo'q qilish uchun har xil suiqasdlarni, har xil rezil planlarni qilsin, lekin Allah iroda qilmasa, Allah yo'l qo'ymasa, u qilgan suiqasdi ta'tirusga yanadi. Ya'ni sizning o'rningizni tushirmoqchi bo'lsa, u suiqasd tufayli sizning o'rningiz yuqori ko'tariladi. Xuddi Yusuf alayhissalomga o'xshash. Shunga sizni qarshi turgan, sizga har xil tuhmatlarni qilib, oldingizni to'smoqchi bo'lgan kishilarni Allohga qo'ying, Allohga eslang. Ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Faqat ularning qo'lidan keldigini sizning taqdiringizga yozilgani. Undan ortiq sizga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Yusuf alayhissalomni dadasining hurmatidan ayirish uchun quduqqa tashladi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni saroyga o'rinlashtirdi. Saroydagi bosh vazir va uning xonimi Zulayxa Yusufni ko'rgandan keyin uning go'zalligiga nihoyat hayron qoladi va askarlarga bu bolani boshqa qullarni ish qilsagandek sanmanglar, uni hurmatlanglar. Bu bola cho'ng bo'lib qolsa, biz bu bolani baliq qilib olishimiz mumkin deb Yusuf alayhissalomga aslo va aslo qulg'un muomala qilmaydi. Aksiya uni o'z bolasiga o'xshash saroyning ichida tarbiya oldirdi, o'qitdi. Yusuf alayhissalom bu jarayonda saroyning ichida davlat boshqarish va ochliq boshqarish ishlarini o'rganadi. Yaqub alayhissalom bo'lsa, Yusuf alayhissalomdan nihoyat ansirab, "Ya asafa ala Yusuf va biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kazim." Voy ist Yusuf balan deb nihoyat qayg'urib yig'laydi va yig'laganligining ko'pligidan ko'zi ko'rmas amo bo'lib qoladi. Alloh taologa Yusuf alayhissalomni qaytarib berish uchun yolvoradi, duo qiladi. Lekin Alloh taolo Yaqub alayhissalomning bu duosini shu vaqtda ijobat qilmaydi. Kechiktiradi. Agar mushu vaqtda Yaqub alayhissalomning duosini ijobat qilgan bo'lsa-da, Yusuf alayhissalom ana shu bola peti Yaqub alayhissalomning qo'yniga qaytgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ehim yuqori shaklda qaytarib berish uchun Yaqub alayhissalomning duosini kechiktiradi. Demak, bizning ba'zi duolarimizning dal vaqtida ijobat bo'lmasligi, kechikib ketishi dal uningdan yaxshini berishi uchundir. Ba'zida biz Allohdan tuxum tilasak, Alloh u duoyimizni shu vaqtda ijobat qilib bizga tuxum bermay, kechiktirib to'xib berishi mumkin. Shunga bizning vazifamiz duo qilish, ammo oldirab ketsak bo'lmaydi. Ey Alloh, men tiladim, sen qachon yaxshi deb bilsang, eng yaxshisini bersa deb Allohga o'zimizni topshirishimiz kerak. Allohning cho'qim yaxshini beradiganiga ishonishimiz kerak. Yusuf alayhissalom saroyda ilm o'rganib Qur'onga yetgan vaqtida Alloh taolo uni payg'ambar qilib tanlaydiganligini unga ilhom qilib bildiradi. Bu sababdan Alloh taolo Yusuf alayhissalomga hikmat ato qiladi. Ilm boshqa narsa, hikmat boshqa narsa. Hikmat to'g'ri ishni, to'g'ri ilmni to'g'ri yerda sarf qilish demakdir. Nurg'un kishi ilm o'rganishi mumkin, ammo o'rgangan u ilmini to'g'ri yerda, to'g'ri vaqtda ishlatilmasligi mumkin. Hikmat ana shu biz o'rgangan narsani to'g'ri o'rinda, to'g'ri yerda ishlatishni o'rgatadi. Biz ilmni tirishib ola olishimiz mumkin, ammo hikmatni biz tirishib olmaymiz. Hikmat bevosita Allohdan keladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda yu'til hikmata man yasha. Alloh hikmatni xohlagan odamga beradi. Va man yu'til hikmata faqat utiya khayran kathira. Shunga ilm o'rganganlar Allohdan ilm tilashdan biriga hikmat so'rash kerak. Chunki hikmat berilmasa, u ilm manfaatsiz bo'lib qoladi. O'qigan ilmimiz zayo bo'lib ketadi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomga ana shu saroyda o'rgangan ilmi bilan birga uning ustiga hikmat ato qiladi. Yusuf alayhissalom Qur'onga yetib, yoshlar qatoriga qo'shilgan siri texmi chiroyli, texmi kelishgan bo'lib ketadi. Uning go'zalligi qaragan har bir odamni maftun qiladi. Qaragan odamning ko'zini uzgusi kelmaydi. Bu sababdan bosh ministrning ayoli Zulayxa Yusuf alayhissalomga maftun bo'lib qoladi. Onunğa aşık bo'ladi. Aşık bo'lish har bir odamning qalbida bor. Alloh taolo har bir er olsun, ayol olsun, insonning qalbiga ishq, muhabbatdan iborat bir narsani qo'ygan. Ammo bu muhabbatni nega qo'yish? Halal qo'yishmi, harom qo'yishmi? Allohning muhabbatini qo'g'ilish uchun qo'yishmi yoki fani insonning sevgisini qo'g'ilish uchun qo'yishmi? Bu bir bizga nisbatan imtihon. Zulayxa ana shu qalbidagi bu muhabbat, bu ishqni Yusuf alayhissalomga qo'yadi. Bu sababdan Yusuf alayhissalomga bo'lgan muomalasi intayin muloyim bo'ladi. Hatto Yusuf alayhissalomning qishida nihoyat chiroyli kiyinib, Yusuf alayhissalomning diqqatini tortish uchun har xil qiliqlarni qiladi. Ammo Yusuf alayhissalom shunchalik tulib tashqan yosh bo'lsa-mu, Alloh meni ko'rib turadi deb uning qilgan qiliqlariga parvo qilmaydi, o'zini qochiradi.
Zulayxadagi bu ishq o'ti kundan kunga avj oladi. Yusuf alayhissalomning ko'misi chidayolmaydigan holat keladi. U oxiri niyatini buzadi. U bir kuni nihoyat chiroyli yasanadi. Saroydagi xizmatchilarning hammasini chiqarib o'tadi. Eshiklarni mahkam taqatqizadi. Ondan keyin Yusuf alayhissalomni chaqirdi. Yusuf alayhissalom kirgudak bo'lsa, Zulayxa intayin chiroyli yasangan holda oldiga chiqdi. Yusuf alayhissalom buningdan bir xil yomonlikni his qiladi. Eshiklar mahkam taqalgan. Sarayda hech kim yo'q. Zulayxa bo'lsa intayin chiroyli ayol, shundaqla nihoyat chiroyli yasangan, intayin bexatar muhitda. Har qanday bir yoshning nafsi intiladigan ishqa Zulayxa Yusuf alayhissalomni chaqirdi. Yusuf alayhissalomning badani titrab ketdi. Chunki Yusuf alayhissalom qasrining ichida hech kim yo'q. Inson ko'misimi Allohning ko'rib turayotganligini biladi. Allohdan hayo qilyotdi. O sebepten onun bedeni titrep gidiyordu. Zulayxa texamı uçuq qilib bu yoqqa kel deb Yusuf alayhissalomni yomon ishga chaqirdi. Yusuf alayhissalomning nafsi Yusuf alayhissalomni o yomon ishga ittirib tursa-mu, ammo uningdagi iymon g'olib keladi. Yusuf alayhissalom ma'azalloh. Men Allohdan sig'inib panolik tilayman. Alloh ustimda meni ko'rib turibdi. Sizning xo'jayiningiz menga yaxshilik qildi, meni hurmatladi. Bundaq holatda men bu yomon ishni qilsam, Allohga osilik qilgan bo'laman, sizning xo'jayiningizga xiyonat qilgan bo'laman deb keskin rad qildi. Ammo Zulayxa yana niyatidan yanmay Yusuf alayhissalom bilan yig'inchilik qilishga rasmiy bel bog'laydi. Yusuf alayhissalom shu topdagi manzarani Allohning ko'rib turayotganligini yana esidan chiqarmaydi. Endi siz o'ylab boqing. Ajaba kashli eshikni taqib etib, ana shu hozir meni hech kim ko'maydi deb qalaymiqan videolarni ko'rayotgan vaqtingizda Yusuf alayhissalomga o'xshash hozir meni Alloh taolo ko'rib turibdi degan xayolga keldingizmi? Agar siz ana shundaq hech kim ko'rmagan vaqtida shayton va nafsingiz sizni ana shu qalaymiqan videolarni, rasmlarni ko'rishga undagan vaqtida yo'q meni Alloh ko'rib turadi. Ma'adalloh, Allohdan sig'inib panohlik tilayman deb o qalaymiqan videolarni o'chirib o'talsangiz, o'tkazib o'talsangiz, ana shu vaqt siz Yusuf alayhissalomga o'xshash iffat imtihonidan o'tgan bo'lasiz. U vaqt sizning erishadigan mukofotingizmi xuddi Yusuf alayhissalomga o'xshash bo'ladi. Yusuf alayhissalom ana shundaq keskin ifodasini bildirsa-mu, Zulayxa niyatidan yanmaydi. Yusuf alayhissalom men bu yerda tursam bo'lmaydi ekan deb derhal eshik taraf qarab qochadi. Demak, biz iffat imtihoniga duch kelgan vaqtida u yerda turmasligimiz lozim. U yerdan derhal qochishimiz lozim. Telefon bo'lsa, uni derhal taqib etishimiz lozim. Eshiklar taqoq edi. Lekin Yusuf alayhissalom eshiklar taqoq demasdan, yana shu taqoq eshik taraf qarab yugurdi. Demak, eshik taqoq bo'lsa-mu, biz to'g'ri yo'l taraf qarab minishimiz kerak. To'g'ri yo'l taraf qarab ilgilishimiz kerak. Eshik bizga taqoq ko'rinsa-mu, biz o to'g'ri taraf qarab mangan vaqtimizda eshik eshitadi. Yusuf alayhissalom eshik taraf qochgan vaqtida Zulayxa keyindan qo'g'laydi. Yusuf alayhissalomning ko'ngligidan tutib, Yusuf alayhissalomning ko'ngligini keyindan yirtib o'tadi. Yusuf alayhissalom eshikning tubiga kelishiga Zulayxaning yo'ldoshi eshikni ochib kirdi-da, ikkisi eshikning tubida to'qishib qoladi. Keyinda Zulayxa Yusuf alayhissalomning ko'ngliga keyindan yirtilgan oldida Zulayxaning eri. Nayt qiyin bir payt. Yusuf alayhissalom bu yomon ishni Allohning roziligi uchun qilmayman degan siri texmi cho'ng imtihonlarga duch kelyapti. Ya'ni zina qilmadi, zinadan o'zini tatdi, ammo tuhmatga qoladigan bir ahvolga tushib qoldi. Bu vaqtda Zulayxa Yusuf alayhissalomdan yepiga unmaganligi uchun qisos elishni maqsad qilib, u menga poxorlik qildi deb yo'ldoshiga Yusuf alayhissalomni chaqirdi. Ya'ni Yusuf alayhissalomga tuhmat qiladi. Yusuf alayhissalom bundaq ahvolda o'zini gap bilan aqlayolmaydi. Çünkü Yusuf alayhissalom yalğız bir yigit ayoli bo'lsa, bosh ministerning ayoli. Bosh minister albatta ayolining gapiga ishonadi. Demak, Yusuf alayhissalom qatma-qat orqama-orqa sinoqqa duch kelyapti. Allohga itoat qilgan siri texmi cho'ng sinoqlarga duch kelyapti. Siz Allohga itoat qilgan siri, texmi taqvolashgan siri, harom ishdan yiroqlashgan siri, texmi cho'ng sinoqlarga duch kelsangiz, Yusuf alayhissalomni aslan. Ba'zi kishilar harom ishlardan qo'l uzib, tijoratidagi jazoni supurib tashlab, harom ishlarni qilmagan siri tijoratlar keyinib ketadi. Ana shu vaqt siz Yusuf alayhissalomni aslan. Bu Alloh taolaning sizga bergan jazosi bo'lmasdan, Alloh taolaning sizni texmi cho'ng mukofotga tayyorlayotganligini bildiradi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ana shundaq texmi cho'ng mukofotga tayyorlash uchun ana shundaq sinoqdan keyin sinoq, qiyinchilikdan qiyinchilikqa duchor qiladi. Yusuf alayhissalomning bu ishi Misrning ichiga purib ketadi. Zulayxaning yo'ldoshi bu ishni besib turish uchun Yusuf alayhissalomni zindonga tashlaydi. Zulayxa bo'lsa yana yomon niyatidan yanmaydi. U Yusuf alayhissalomga odam avatib, agar mening gapimga unisa, men uni zindondan qutuldirib chiqaman deydi. Bu vaqtda Yusuf alayhissalom Alloh taologa shundaq bir duo qiladi. Robbis sij ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ey Allah, bana türme o ayol chaqirayotgan ishtim suyumlik deydi. O'ylab boqing, har bir yosh, har bir odam uningdan xushallik izlaydigan, huzur izlaydigan ishdan Yusuf alayhissalom qiyinchilikdagi qattiqni yeydigan o'sha turmi suyumlik dedi. Nima uchun? Chunki bir odam Allohni haqiqiy tunugan vaqtida, oxirat hayotiga haqiqiy ishongan vaqtida bu dunyodagi harom lazzatdan qiyinchilik bo'lsa-mu, to'g'ri hayotni tanlaydi. Mana bu vaqtda huzur halovat ichidagi harom ishda ololmagan huzurni qiyinchilik va jafolardagi halol ishlardan olalaydi. Biz Allohni haqiqiy tunugan vaqtimizda Allohning sevgisini qo'g'ilish yo'lida qanchalik jafo tasaqmi, qiyinchilikni qasaqmi, u qiyinchilikdan huzur olamiz. Hatto Allohga osilik qilib turib, Allohning sevgisini qo'g'ilashmasdan bexud holda yashagan isil ko'pining ustida olinmagan
tunulgan huzurni, Allohning roziligini qo'g'lishib turib, toshning ustida degan qattiq nondan olamiz. Demak, haqiqiy mu'min, haqiqiy Allohni tunulgan kishi qiyinchilik bo'lsin, hatto tayaqaydigan, qilishlanadigan o'q tegadigan yer bo'lsin, uningdan huzur oladi. Sahobalar shuning uchun qilgan jihatlardan huzur olgan. Jihatda inson tayaqaydi, qilishlanadi, o'ladi. Shundoq bo'lsa-mu, sahobalar uni baslishatdi, talishhatdi. U jihat maydonlarida shahid bo'lsa, Alloh bilan qasamki men muvaffaqiyatga erishdim deb qaraydi. Muvaffaqiyatni Allohning roziligida deb qaraydi. Demek insan haqiqiy huzurni ana shundoq Allohning itoatida topadi. Ammo Allohni tunimagan, Allohga ishonmagan kishilar uni asla tushunmaydi. U huzurni tetimagan kishilar bilmaydi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom nafsi shunchalik kuchkursimi, lekin Allohga osiylik qilib turib oladigan huzurdan Allohga itoat qilib turib oladigan turmidagi huzurni avlo bildi. Turmi menga suyimlik dedi. Yusuf alayhissalom bu ishni mundaqlam emas, haqiqiy dedi. Ya'ni men haqiqiy huzurni Allohga osiylik qilib turib, u go'zal ayollarni yomon ish qilib turib olmayman. Men haqiqiy xushallikni Allohga itoat qilib turib, turmi bo'lsa-mu, qattiqni yesam, ana shundan olaman dedi. Demek haqiqiy mu'min huzurni va xushallikni Allohning itoatidan oladi. Gerçi o itoat jafo bo'lsa-mu, qiyinchilik bo'lsin. Shuning uchun Yusuf alayhissalom Robbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ey Alloh, u meni chaqirayotgan o yomon ishdagi huzurdan menga turmush suyimlik, turmidagi qattiqni yesammi, u hayot menga huzur beradi, menga xushallik beradi. Allohga osiylik qilib turib yomon ish qilganlar huzur oldim deb o'ylashadi. Kashki ular ana shu yomon ishini Alloh uchun tashlagan bo'lsa, u Alloh uchun tashlagan ishidan keladigan huzurni bir tetigan bo'lsa, u yomon ishni qilgandagi huzurning huzur emasligini his qilgan bo'ladi. Yusuf alayhissalom ana shunday samimiylik bilan u yomon ishda olgan huzurdan, men o qiyinchilik ichidagi turmush suyimlik deb duo qilgandan keyin Alloh taolo Yusuf alayhissalomning duosini ijobat qiladi. Fastajaba lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahunna. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhissalomga bir xil haybat beradi. Zurayha unga kelib gap qilmaydigan, tet tortadigan bo'ladi. Bu sababdan Yusuf alayhissalomdan yiroqlashadi. Yomon niyatidan yanadi. Demak, har qanday bir yosh mana shunday imtihonga duch kelib qolgan vaqtida u o'rinda turmaslik kerak. Ketishi kerak. Shundaqla Alloh taoladan sig'inib panohlik qilishi lozim. Shunday qilib Yusuf alayhissalom zindondagi hayotini boshlaydi. Yusuf alayhissalom o'rnida o'rgangan ilmi va Alloh taolo ato qilgan hikmat bilan kishilarning tushlariga ta'bir berib, tush ta'bir berishda tuniladi. Shundaqla uning bilan birga turmaga kirgan ikki kishining tushiga ta'bir beradi. U ikki kishi Yusuf alayhissalomdan burun turmadan chiqib ketadi. Ularning ko'rgan tushi Yusuf alayhissalom ta'bir bergan bo'yicha amaliy yuz beradi. Uning birisi bo'lsa podshohning saqisi, ya'ni choychisi edi. Yusuf alayhissalom o'rgangan ilmi va Alloh taolo ato qilgan hikmat bilan turmada da'vat elib boradi. Ya'ni turmada kishilarga Allohni tuntidi. Demak, mu'min mana shunday turmada bo'lsin, nada bo'lsin, u Allohni tuntidi. Yusuf alayhissalom turmadagi vaqtida Zulayxaning yo'ldoshi vafot topdi. Bu sababdan Yusuf alayhissalom turmada 10 necha yil qolib qoladi. Shunday turgan kunlarning birida podshoh ajoyib bir tush ko'rdi. Bu uçuş tekrar ko'riladi. Padişah bunun g'alatilik his qilib, bunun ta'birini elish uchun bütün sihirgarlar, munajjimlar va tush ta'biri beradigan bütün kishilarni to'playdi. Va ulardan bu tushimga ta'bir beringlar deb tushini aytdi. Ular bu tushni anlagandan keyin bu bir qalaymagan tush ekan. Buni biz ta'bir beramidik deydi. Bu vaqtda Yusuf alayhissalom bilan birga turmaga kirib, turmadan baldir chiqib ketgan podshohning chaychisi Yusuf alayhissalomni esiga oladi. O chaychi podshohga: "Ey podshoh, turmada Yusuf ismli bir odam bor. O odam har qanday tush ta'bir beradi. Shundaqla uning bergan ta'bir intayin to'g'ri chiqadi" deydi. Podshoh chaychiga: "Berib tushimni aytqin" deydi. Chaychi darhol zindonga borib Yusuf alayhissalomga podshohning ko'rgan tushini aytdi. Yusuf alayhissalom u podshohning tushiga ta'bir berib, "Tazra'una sab'a sinin da'aba. Sizlar 7 yil uzildirmay tirikchilik qilinglar. Shundaqla og'am molusonlarningki, o'z bir qismini yeyishga elib qilib, qolganlarini boshqa bilan saqlanglar. Chunki 7 yildan keyin nəhayət cho'ng bir ocharchilik yuz beradi. Mushundaq saqlasanglar, ochliq buzib qolmaydi. U ocharchilik yilni o'tib olaysizlar" deydi. Chaychi bu tushning ta'birini berib podshohga aytdi. Podshoh bu ta'birni anglab nəhayət hayron qoladi va Yusufni darhol chaqiringlar deydi. Yusuf alayhissalom: "Men aqlanmoqcha, ya'ni bunun gunohsiz ekanligini e'lon qilinmoqcha, men turmadan chiqmayman" deydi. Podshoh ilgirki deloni qaytadan surishti qilishga boshlaydi. Qaytadan surishti qilish orqali Yusuf alayhissalomning gunohsiz ekanligi o'tirg'a chiqadi. Shunda qilib Yusuf alayhissalom gunohidan aqlanib turmadan chiqadi. Podshoh Yusuf alayhissalomdagi tush ta'bir ilmini ko'rgandan keyin uni yanada o'ltirg'izadi. Zulayxa bo'lsa, yo'ldoshi vafot topgandan keyin saroydan chiqib ketadi va mol dunyosidan ayrilib ko'zi a'mo bo'lib qolgan edi. Yusuf alayhissalom bo'lsa, turmadan aqlanib chiqib podshohning qishidan o'rin oladi. Podshoh naga bo'lsa, podshohning qishida nəhayət dabdaba bilan, hurmat bilan birga mangdi. Bir kuni podshoh birga keldi. Uning qishida bütün vazirlar, askarlar mangdi. Podshohning qishida bo'lsa, Yusuf alayhissalom nəhayət hurmat bilan manga edi. Kishilarning hammasi podshoh va Yusuf alayhissalomning atrofiga to'plashdi. Bu vaqtda Zulayxa qirib mo'may bo'lib ketgan bo'lib, "Nima ish bo'pti?" deb so'raydi. Kishilar podshoh va Yusuf kelibdi deydi. Zulayxa bo'lsa, kishilar to'plashgan yerga berib, "Yusuf nada?" deb so'raydi. Yusuf podshohning qishida uning hozir hech kim yiqilisholmaydi. O podshohning eng hurmatli odami deydi.
Züleyxa bu gapni anglagandan keyin tarixda qolgudek bu so'zni aytadi. Subhana man ja'alal muluka abida bi ma'siyatihim va ja'alal abida malukan bi ta'atihim. Buna o'tkazganligi tufayli saroydagi xonishni tilamchi qilgan, Allohga bo'lgan itoat tufayli bir qo'lni podshoh qilgan Alloh paktor deydi. Ya'ni Züleyxa bu vaqtda ko'zlari tutilib a'ma bo'lib qolgan edi. U o'zining bu holga tushib qolishini Allohga bo'lgan isyoni sababli, Yusufning podshohning yeniden o'rin olishini bo'lsa Allohga bo'lgan itoat sababli deb yishim beradi. Haqiqatan shunday edi. Chunki Züleyxa o'tkazgan gunohi sababli saroydan haydalib, mol-mulkidan ayrilib, ko'zlari a'ma bo'lib, tilamchi bo'lib qolgan edi. Yusuf alayhissalom bo'lsa, u iffat imtihonidan o'tgandan keyin Alloh taolo uni hurmatlab, uningga mukofot berib, podshohning yeniden o'rin bergan edi. Yusuf alayhissalom podshohdan o'zini ochliq ministri qilishni aytdi. Chunki Yusuf alayhissalom mening bu haqda ilmim bor deydi. Podshoh Yusuf alayhissalomga ishonib, uni butun Misrning ochliq ministri qildi. Yusuf alayhissalom degandek 7 yil nihoyat mo'lchilik ichida o'tdi. 7 yil o'tgandan keyin podshoh tushida ko'rgandek Yusuf alayhissalomning ta'bir bergani bo'yicha ocharchilik, qahatchilik ila boshlandi. Yusuf alayhissalom o'zining degani bo'yicha ochliqlarni yig'ib, uni boshaq bilan saqlagan edi. Boshaq bilan saqlab, butun Misr xalqiga va atrofdagi shahardan kelganlarga normal shaklda tarqitib, bu ocharchilik yildan o'tib o'tish planini o'ttirib qo'ydi va shu bo'yicha ishlarni boshlaydi. Atrofdagi shahardagilar va davlatdagilar Misrga kelib, normal shaklda ochliqni elib ketishdi. Bu qatorda Yusuf alayhissalomning quduqqa tashlayotgan bir tuqqanlari Kananidan, ya'ni Falastindan Misrga ochliq elish uchun keladi. Ular ochliq elish uchun ochliq ministri Yusuf alayhissalomning oldiga keladi. Ular Yusuf alayhissalomni tanıyamaydı. Ama Yusuf alayhissalom ularni tanıydı. Çünkü ular Yusuf alayhissalomni oldi burun vafot topdi deb o'ylagan bo'lg'achqa, bir Misrning ochliq ministri bo'lish ularning xiyoliga kirib chiqmaydi. Ular Yusuf alayhissalomga o'zlarini tanishtirib, biz Yaqub payg'ambarning avlodlari, biz 12 bir tuqqan edik. Bizning kichik bir tuqqanimiz kichik vaqtida vafot etib ketgan. Hozir biz 11 bir tuqqan. Kichik o'g'li Bunyamin dadamning qishida qoldi. Mana biz 10 o'ylan ochliq elishisining qishiga keldik. Bizga ochliq bersang deydi. Yusuf alayhissalom dadamlarning ahvoli qanday deydi. Ular dadamiz hayot, ammo u kichik o'g'liga nihoyat amroq edi. U kichik o'g'li vafot topgandan keyin nihoyat ko'p yig'lab ko'zi a'ma bo'lib qoldi deydi. Yusuf alayhissalom ko'rishmagil uzun yil bo'lgan dadasining hayot ekanligini anglab nihoyat xursand bo'ladi. Ko'ziga issiq yosh oladi. Yusuf alayhissalom qarindoshlariga tanishib bermay, ularni nihoyat yaxshi kutib oladi va ularga norma bo'yicha ochliq berib, ularni yo'lga soladi. Va ularga kelaqatim ochliq og'li kelgan vaqtinglarda kichik ininglar Bunyaminni elib kelmasanglar, sizlarga ochliq bermayman deb buni shart qiladi. Ular bo'ladi deb qaytadi. Va ular Yaqub alayhissalomga endi ochliq akilishimiz uchun Bunyaminni bizdan birga avatmasang, bizga ochliq bermaydi ekan deydi. Yaqub alayhissalom ilgir men sizlarga ishilib Yusufni qo'shib qo'ygan edim. Endi bu qatim Bunyaminni sizlarga qo'shib qo'ymayman. Sizlarga ishonmayman deydi. Ammo o'g'illari, "Ey dada, Bunyamin biz bilan birga bormasa ochliq ololmaymiz, och qolamiz" deb yoldirib turib oladi. Ularning qayta deb turilish natijasida Yaqub alayhissalom amalsiz ochliq ehtiyoji bo'lg'achqa Bunyaminni ular qo'shib qo'ydi. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomdan ayrilg'ili 70 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hijron azobi faqatli besmagan edi. Uning ustiga Bunyamin o'g'lidan ayrilish Yaqub alayhissalomga nihoyat og'ir kelgan edi. Ya'ni Yaqub alayhissalomga sinoq ustiga sinoq kelyotdi. Demak, sinoq ustiga sinoq, qiyinchilikdan keyin yana qiyinchilik kelgan bo'lsa, buning keyinda cho'ng bir xush xabar bor deganlikdir. Ammo Yaqub alayhissalom uning keyingi xushaliqdan bexabar edi. Yaqub alayhissalom amalsiz holda kichik o'g'li Bunyaminni qarindoshlari bilan qo'shib qo'ydi. Qarindoshlar Bunyaminni elib Misrga keladi. Yana o'xshashlar ular Yusuf alayhissalomning huzuriga kiradi. Yusuf alayhissalom ularni nihoyat qizg'in qarshi oladi. Kichik qarindoshi Bunyaminmi Yusuf alayhissalomni tanıyamaydi. Yusuf alayhissalom ularning har ikkisini bir hujraga o'rlashtiradi. Ammo Bunyaminni yolg'iz bir hujraga o'rlashtiradi. Ondan keyin Bunyaminning qashiga kelib o'zining Yusuf ekanligini aytadi. Bunyamin ko'ziga ishonmay qoladi. Uzun yil xabarsiz ayrilgan bu qarindoshlar birisi bilan quchoqlashib, ko'z yosh qilib, yig'lashib ko'rishadi. Yusuf alayhissalom Bunyaminga buni boshqa qarindoshlarimga aytmay tur. Men seni bu yerda ilib qilish uchun bir ishlarni qilaman deydi. Ertesi tаңatqa vaqtida Yusuf alayhissalom podshohning oltin qochisini Bunyaminning yotiqiga maxfiy tiqib qo'ydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari birligidan ochliqni elib Falastinga qaytmoqchi bo'lgan vaqtida bir jakarchi podshohning oltin qochisi yo'qolib ketdi. Darhol uni izlaymiz deb ochliq og'li kelganlarning hammasining yuk taqlarini izlashga boshlaydi. Podshohning oltin qochisi Bunyaminning yotiqidan chiqadi. Yusuf alayhissalom podshohning oltin qochisi Bunyaminning yotiqidan chiqdi. Sizlarning davlatinglarda o'g'rining jazosi nima? Shu bo'lsa Bunyaminga shuni ijro qilamiz deydi. Yusufning qarindoshlari, bizning qonunimizda o'g'rining jazosi qul qilinadi deydi. Yusuf alayhissalom unda bo'lsa Bunyamin qul qilinib, mening qishimda qilib qoladi deydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari nihoyat yalirib, unda qilsak bo'lmaydi. Uning o'rniga bizni olib qol. Chunki buning yashnab qolgan bir dadasi bor. Dadamiz buningga nihoyat amroq. Ilgari buning qarindoshidan ayilib, nihoyat azob chekkan. Hali hamma uning azobini chekyotdi. Endi buningdan ayilib qilishga u dadamiz bardoshlik berolmaydi. Shunga uning o'rniga bizni olib qol deb yalvaradi. Lekin Yusuf alayhissalom
Ya qancha kimning yatqidan chiqqan bo'lsa, shuni qo'l qilamiz, shuni yap qilamiz deb Bunyaminni ep qoladi. Qarindoshlar nihoyat qayg'uradi. Kuchi yetmaydi. Endi dadamizga nim deymiz deb boshqa turadi. Ular oxiri cho'ng qarindoshi men bu yerda qilib qolaman. Sizlar berib dadamga bo'lgan ishni aytinglar deydi. Yusuf alayhissalomning cho'ng akasidan boshqa qarindoshlari Falastin qaytib, dadasi Yaqub alayhissalomga bo'lgan ishlarni aytadi. Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomdan ayrilib jarohatlangan qalbi endilikda Bunyamin o'g'lidan ayrilishga bardoshlik berolmay portlab ketgili tasliq qiladi. Shundaqdimi Yaqub alayhissalom yana savr yo'lini tutadi. O'g'lidan umidini uzmaydi. Shundaqla o'g'illarga berib qarindoshlarni izdanglar, umidsizlanmanglar deydi. Qarindoshlari 3-qatim ochliq qilish uchun Yusuf alayhissalomning qishig'a, ya'ni Misrga yetib keladi. Bu qatim ularning ochliq og'idagi hech qanday pulisi yo'q edi. Quruq qo'l kelgan edi. Shundaqla yo'lda nihoyat herib, charchab ketgan edi. Ular Yusuf alayhissalomning qishig'iga keladi va o'zining hech qanday oshliq sotib olgandek pulisi yo'q ekanligini, nihoyat qiyinchilik qolganligini aytadi. Yusuf alayhissalom ularning nihoyat bechora holga tushganligini ko'rib, endi ularga beradigan darsning oxirlashganligini tunib yetadi-da, bo'lgan ishlarning hammasini aytadi. Ular Yusuf alayhissalomni ko'rib ko'zlariga ishonmayli qoladi. Danq etib qoladi va o'zlarining naqadar xatolashganligi va Yusuf alayhissalomni xorlaymiz deb o'zining xorliqqa tushib qolganligini tunib yetadi-da, darhol Yusuf alayhissalomdan kechirim so'raydi. Yusuf alayhissalom "Sizlarni Alloh afv qilsin" deb ularni kechirib o'tadi. Shundaqla ularga ko'nglikni berib, bu ko'nglikni dadamning yuziga tashlanglar. Dadamning ko'zi eshiladi. Shundaqla dadamni elib bu yerga kelinglar. Biz mushayda jam bo'lamiz deydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari nihoyat xushal holda Falastinga qaytadi. Va Yusuf alayhissalomning degandek Yusuf alayhissalomning ko'nglikni dadasining yuziga tashlaydi-da, Yaqub alayhissalomning ko'zi eshiladi. Bir oila kishilari jam bo'lish uchun Misrga qarab yo'l oladi. Nima degan xushal safar. Yaqub alayhissalom ayrilg'ili 80 yil bo'lgan o'g'illarni ko'rish oldida turibdi. Allah Taala bizlarni ana shu xabarsiz ayrilgan qarindoshlarimiz bilan hamon bir kuni shu dunyoda jam bo'lishni nasib qilsin. Misr podshohi va Yusuf alayhissalom Yaqub alayhissalom va ularning qarindoshlarini nihoyat dağdığılıq, hürmet bilen kütüb aladı. Əskerler iki tarafga tezlep durdu. Ularni nihoyat hürmet bilen sarayga başlap akiradi. Yusuf alayhissalom ata-onasi bilen quchoqlashib, yig'ilishib ko'rishadi. Shundaqla ata-onasini o'zining qishida taxtining yendi o'tirg'izadi. 11 qarindoshi bo'lsa Yusuf alayhissalomga egilib salom qiladi. Mana bu Yusuf alayhissalomning kichik vaqtida 11 dona yulduz uningga egilib salom qilib ko'rgan kishining ta'biri edi. Mana shuningdek dadimiz uni yaxshi ko'rib qoldi deb qutulmoqchi bo'lgan qarindoshining oldida ular egilib salom qilmoqda edi. Demak, bir insonni xor qilolmaydi. Aksicha uni xor qilishga tirishsa, Alloh uni aziz qilish iroda qilgan bo'lsa, u aziz bo'laveradi. Aksicha xor qilmoqchi bo'lganlar xorliqqa tushadi. Shunga ko'z ko'ringan, Alloh aziz qilishni tanlagan kishilarning oldini tutishdan qattiq saqlaning. Yusuf alayhissalom ota-onasi va qarindoshlari bilan Misrga yerlashadi. Ular bilan birga kelib Yusuf alayhissalom 23 yil umr ko'rdi. Ya'ni Yusuf alayhissalom quduqqa tashlangan vaqtida 17 yoshda edi. Ota-onasi bilan 80 yil ayrildi. Ayrilgandan keyin 23 yil yana jam bo'ldi. Ya'ni Yusuf alayhissalom 120 yoshga kirgan vaqtda Misrda vafot topdi. Shunda qilib Yusuf alayhissalomning qarindoshlari, ya'ni Yaqub alayhissalomning 12 avlodi Misrga yerlashib 12 qabilani shakllantirdi. Ular Bani Isroillar, ya'ni Yaqub avlodlari deb ataldi. Shundaqla ular Yaqub alayhissalomning davrida Misrda nihoyat hurmatlandi. Chunki u vaqtdagi podshoh iymon etgan bo'lib, Yusuf alayhissalom sababli Yusuf alayhissalomning qarindoshlari nihoyat izzat va hurmat ko'rdi. Yillarning o'tishiga ergashib Misr podshohi almashdi. Bir qancha asr o'tgandan keyin kishilar yana kufrlik qarab mangdi. Yusuf alayhissalom va Yaqub alayhissalomni unutishdi. To'g'ri yo'ldan chatnadi. Buning natijasida Bani Isroillar chatga qilishga boshladi. Bu vaqtda Alloh taolo Bani Isroillarga Musa alayhissalomni avatdi. Biz Musa alayhissalomning qissasi bilan kelarki darsimizni tunishib chiqamiz. Biz Yusuf alayhissalomning qissasiga nazar tashlagan vaqtimizda Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Yusuf alayhissalomni o'ch ko'rdi. Nima uchun? Dadasi uni bekroq hurmatlaganligi uchun. Demak, ba'zi kishilarning bizni o'ch ko'rishi bizdagi kamchilik sababli emas, bizdagi ortiqchilik. Jamiyat erishgan o'rnimiz sababli bo'ladi. Shunga boshqalarni o'ch ko'rsa, men bir ayb nuqsonliq odam o'xshayman deb o'ylab qolmang. Chunki kishilar sizda ortiqchilik bo'lganligi uchun sizni yomon ko'rishi mumkin. Xuddi Yusuf alayhissalomning qarindoshlari yomon ko'rganga o'xshash. Uningdan boshqa beshimizga orqama-orqa imtihon kelib versa, Allohga itoat qilgan sari tijoratlarimiz teximiz yangi uchursa, bilib qo'yingki, Alloh taolo sizni nihoyat cho'ng bir mukofotga tayyorlayapti. Qarab qolgan bo'lsak, Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi. Ondan keyin Misrga opirilib qul bozorida setildi. Ondan keyin saroyda tuhmatga uchradi. Allohdan qo'rqqanligi uchun tuhmatga qoldi. Ondan keyin zindonga tashlandi. Orqama-orqa musibat keldi. Lekin oxirida Misrning bosh ministri bo'ldi. Demak, musibatlarning orqama-orqa kelishi Allohning bizni buyuk bir ishga tayyorlaganligini bildiradi. Agar biz u musibatlarda sabr qila olsak, bardoshlik bersak, Allohga isyon qilmasak, Allohning arg'amasiga chin esilsak, toat yo'lini tutsak, chuqur biz ana shunday yaxshiliklarga erishamiz. Shuning uchun mayli tijorat bo'lsin yoki boshqa ishlarimizda bo'lsin, Allohdan qo'rqqan sari, sadiq qilgan sari, haromdan yiroq turgan sari qiyinchilik uchursak, Alloh meni tayyorlab etibdi, meni mashqlantirib etibdi, texmi cho'ng bir mukofotga meni hozirlab etibdi deb tushunishimiz kerak. Undan boshqa Yusuf alayhissalomning qissasiga qaragan vaqtimizda har
qandaq bir qiyinchilik uchragan vaqtimizda Allohga duo qilishning naqadar muhim ekanligini ko'ramiz. Allohga duo qilamiz, ammo natijani Alloh qo'yamiz. Alloh xalqiga vaqtda, eng yaxshi vaqtda duoyimizni chuqum ijobat qiladi. Duo qilib oldirab qilish Allohga yo'l ko'rsatganlik, Allohning oldida qadam olganlik bo'ladi. Shuning uchun biz Allohga duo qilishimiz kerak. Alloh bizga eng yaxshi munosib paytda chuqum duoyimizni ijobat qiladi. Yaqub alayhissalom yurak parisi bo'lgan Yusuf alayhissalomdan ayrildi, Allohga duo qildi. Lekin Alloh taolo Yaqub alayhissalomning duosini 80 yil kechiktirib ijobat qildi. Ammo qul holatida emas, normal odam sifatida emas, Misrning bosh ministri sifatida aziz holda ijobat qildi. Demak, duolarimizning keyniga kechiktirilishi biz uchun eng yaxshisini berishi uchundir. Undan boshqa Yusuf alayhissalomningki qasrda Zulayxoning fitnasiga uchirganligi va Yusuf alayhissalomning u fitnada Alloh meni ko'rib turadi degan bu tuyg'u bilan o'zini saqlaganligi tufayli Alloh taolo uni eng aziz qilgan, Zulayxoning bo'lsa u yomon ishlarni planlaganligi uchun nihoyat xor holatda hayotini oxirlashtirganligini ko'rdik. Bundan biz bir odam Allohning itoatini birinchi o'ringa qo'yib yashaydi ekan, qarmoqi ba'zi bir xushliklardan, ba'zi bir foydadan mahrum qolganda qilsa-mu, lekin oqibatda u odam chuqum yaxshilikqa erishadi. Allohga osilik qilgan odam damallikqa shu vaqtning o'zida ba'zi bir xushlikqa erishgan bo'lsa-mu, ba'zi bir foydaga erishgan bo'lsa-mu, uning oqibati nihoyat xor bo'ladi. Zulayxoning so'zi har birimiz zehnimizda saqlashga tegishli bir so'z. Subhana ja'alal muluka abidan bi ma'siyatihim. Gunohi sababli xonishlarni qul qilgan, tilanchi qilgan va ja'alal abida mulukan bi ta'atihim. Allohga bo'lgan itoat sababli qullarni podshoh qilgan Alloh pakdir. Haqiqatan buni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tarixiga qarab baqadigan bo'lsak-mu, Allohga itoat qilganlik sababli qo'y baqadigan bir chorvachi bir millat dunyoga hokim bo'ldi. Demak, Allohning itoati bizni ana shundaq mushu dunyoning o'zida eng yuqori o'ringa ko'taradi. Xuddi Yusuf alayhissalomni qulluqdan bosh ministrlikka ko'targanga o'xshash. Aksicha Allohga osilik qilish, yomon ishlarni qilish bo'lsa, bizni texim xor qiladi. Undan boshqa Yusuf alayhissalomning Robbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ey Alloh, u Zulayxa meni chaqirgan o yomon ishdan menga turmu huzurliq, turmu suyumlik degan gapida o'ylangan vaqtimizda haqiqiy mu'min, haqiqiy huzurni, haqiqiy xushallikni Allohning itoatida topadi. Gunoh ma'siyat bizga xushallik bersimi, bizga huzur bersimi, uni azob ko'radi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom ana shu har bir insonning nafsi intiladigan ish bo'lsa-mu, Allohga osi bo'lganlik uchun men uningdan huzur ololmayman. Alloh meni ko'rib turadi, qalbim azoblanadi, vijdonim azoblanadi. Uningdan men Allohning deb bu ishni voz kechsam, turmada yashasam-mu, u hayot menga suyumlik dedi. Ya'ni biz ana shunda Allohga itoat qilib yashagan vaqtimizda qattiqni yesakmi, qiyinchilikni yashasakmi, biz u hayotdan huzur olamiz. Bizning tariximiz qarab qoladigan bo'lsakmi, ustozimiz Kerim Qarim 29 yil hayotini turmada yashadi. Balkim biz u ustozimizga hesdoshlik qilishimiz mumkin. Qandoq chidagando, u azoblarga qandoq bardoshlik bergando deb o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Asla va asla undaq o'ylamaylik. U ustozimiz, u turmadagi hayotdan biz u huzurli hayotda yumshoq ko'pining ustida turib ololmagan huzurni oladi. Chunki u qiyinchiliklarning hammasini Allohning deb ta'tiyotida. Sizmi o'lasiz, menmi o'laman, u ustozimiz o'ladi. Ammo o'lgandan keyin u ustozimiz u tatgan qiyinchilikning har birining mukofotini oladi. Mana bu Allohning rizosini qo'g'lishish, u azobni huzurga, g'alobatga o'zgartirdi. Shuning uchun Alloh yo'lida jihad qilayotganlarmi, ana shu qiyinchilik hayotda bo'lsa-mu, qattiqni yegan bo'lsa-mu, toshning ustida o'tirgan bo'lsa-mu, biz yumshoq ko'pining ustida o'tirib yegan isil tomoqlarimizdan ololmagan huzurni bu yerda ola oladi. Nima uchun? Chunki ular Allohni tunigan, Allohning sevgisini qo'llashgan, Alloh uchun yashagan. Demak, haqiqiy xushallik Alloh uchun yashagan hayotda. Biz Alloh uchun turmada yashasakmi, intayin baxtiyor, xushal yashaymiz. Onundan boshqa siz Yusuf alayhissalomning qissasidan yana qandaq ibrat va darslarni oldingiz, inkas rayonida o'rtoqlashsangiz xushal bo'lamiz.